Ha, bo'ldi. Bu zapis ham bo'lyapti. Xudo xohlasa internet kanalimizga qo'yamiz. Kanalda bormisizlar o'zi? Kiringlar bepul xudo xohlasa. Inshaalloh. Xo'p. Men hozir kanalda turib esimga tushib ketdi. Internetga juda ko'p kiraman. Internet tarmoqlariga ko'p kiraman. Sabab mana o'zimizni kanalimizdagi fikrlar bilan tanishlik uchun, ikkinchisi internet olamida ko'proq yoshlarimiz asl basharasi ko'rinadi-da. Shulardan bir informatsiya oladigan ma'noda kirib bir qator aylanib qo'yaman. Bitta aylanganda ancha informatsiya olamiz. Deganim yomon, bizni aynitadigan, buzadigan, uyatsiz, bizni mentalitetga, qadriyatlarga, milliy qadriyat, diniy qadriyatlarga to'g'ri kelmaydigan rolik, videolar bolalar prosmotri bor, millionlab bo'lyapti. Lekin bir doktor, fizik, kimik, yo bir tabib, yo bir domla bizni hayotimizga, e'tiqodimizga, dinimizga, hayot va oxiratimizga foydasi bor roliklarni qo'ysa, prosmotr 4000, 3000, 5000 nima bu? Buni ham bilasizmi degani? Yaxshilikka qiziquvchidan ko'ra yomonlikka qiziquvchi ko'p degan. Bu yaxshi emas bu. To'g'rimi? Shuning uchun biz nima qilaylik? Shu narsalar men internetda qiziqdim. Nimaniki prosmotri ko'p bo'lsa, nimaniki haligi biz rozimiz, zo'r gapirasiz degan bunaqa tugma bor-ku. Shuni ko'p bosilsa, o'shani internet qilib beraverar ekan. Kelinglar, o'sha narsani yomon ko'radigan ham bitta internetga kelsa, peshanasidan paqqatib biz chiqishligimiz uchun qilish kerak shu ishlarni. Chiqaverish kerak. YouTube'ga kirsa ham, Facebook'ga kirsa ham, oxiri shuni bir eshitaychi, bir essin. Ajoyib emas, bu qalbining betonlari yorilib, yumshab ketsa, xudo xolasa, inshaalloh robbil alamin.